Assalomu alaykum. Badanda bir sehrli nuqta borki, uni yog'lash hayratlanarli natijalarga olib keladi. Bu sehrli nuqta kindik hisoblanadi. Kindik yog'lash juda qadimdan qo'llab kelinadigan muolaja hisoblanadi. Bu muolaja Hindistonda 1000 yillar oldin paydo bo'lgan. Bu muolajani arab ayol va erkaklari ham qadimdan qo'llab kelishgan. Kindik badanni sehrli nuqtasi bo'lib, kindik yog'lashning bir qancha foydalari bor. Kindik nuqtasi organizmdagi barcha nuqtalar, 72 mingdan ortiq qon tomirlari va ichki organlar bilan bog'langan bo'ladi. Chaqaloq ona qornidaligida aynan shu kindigi orqali badanini oziqlantiradi va kindik nuqtasi bola tug'ilganidan keyin ham badanning barcha qismlari bilan bog'lanib turadi. Shuning uchun ham kindikka tomizilgan yog' qon tomirlariga tez singadi va salomatligimizga ijobiy ta'sir qiladi. Kindik yog'lashning hayratga soluvchi 11 foydasi. Kindik yog'lash yuz va badan terisini yumshatadi va go'zal qiladi. Kindikka surtilgan yog' qanday qilib yuz terisini yumshatar ekan deb hayron bo'lishingiz tabiiy. Aslida esa ona qornida chaqaloq kindigi orqali oziqlanadi va kindik badanning boshqa qismlari bilan uzviy bog'langan bo'ladi. Shu o'rinda yuz terisi bilan ham bog'lanadi. Kindikka muntazam ravishda bodom yog'i surtib yurish terini ichdan oziqlantiradi va yuz terisini go'zallashtiradi. Kindikka yog' tomizish terini tiniqlashtiradi va husnbuzarlardan xalos etadi. Kindik vena, ichki organlar va yuz bilan bog'langan bo'ladi. Shuning uchun kindikka surtilgan yog' to'g'ridan-to'g'ri yuzga surtilgan yog'ga nisbatan yaxshiroq samara beradi. Yuzdagi husnbuzarlardan qutulish uchun kindikka nim yog'ini muntazam ravishda surting va tomizing. Kindik yog'lash qarishni sekinlashtiradi. Kindikka kastor yog'ini muntazam ravishda surtsangiz yoki tomizsangiz, yuzdagi ajinlar va ko'z tagidagi xaltachalar ancha kamayadi va teri yosharadi. Kindikka surtilgan kastor yog'i yuzga surtilgan kastor yog'idan ancha samaraliroq natija beradi. Bunga sabab kindikning ichki organlari va yuz bilan uzviy bog'liq ekanligidir. Kindikni yog'lash ko'z nurini tiklaydi. Kindikka kokos yog'i yoki kuydirib suzilgan saryog' surtib yurish zararli ko'k nurlar sababidan pasaygan ko'z nurini yaxshilaydi va ko'zni himoya qiladi. Oy kunlarida og'riqni qoldiradi. Kindikka yog' surtish qorin muskullarini va bachadon muskullarini bo'shashtiradi va natijada oy kunlari vaqtidagi og'riqlarni kamaytiradi. Buning uchun zanjabil efir yog'ini zaytun yog'i bilan aralashtirib ishlating. Kindikni yog'lash qorin og'rig'idan ham xalos etadi. Ko'ngil aynashi, gastrit, qorin dam bo'lishi, hazmsizlik kabi holatlarda qorin og'risa, zanjabil efir yog'ini zaytun yog'i bilan aralashtirib kindikka surting va kindik sohasini yengil silab massaj qiling. Kindik yog'lash yana bola ko'rish xususiyatini oshiradi. Kindik qachonlardir sizni onangiz bilan bog'lab turgan va bu nuqta hosildorlikni oshiruvchi nuqtadir. Kindikka yog' tomizish qadimdan ayolning ham erkakning ham reproduktiv salomatligi uchun foydali hisoblanib kelingan. Buning uchun kokos yog'i yoki kuydirib suzilgan saryog'dan foydalanish tavsiya qilinadi. Kindik yog'lash infeksiyalar bilan kurashadi. Kindik ichki organlar bilan uzviy bog'langani uchun kindik orqali ichki infeksiyalar, ya'ni bakteriya va zamburug'lar bilan ham kurashsa bo'ladi. Buning uchun choy daraxti yog'ini kokos yog'i yoki kuydirib suzilgan saryog' bilan aralashtirib ishlating. Kindikka yog' tomizish energiya beradi. Doim ko'tarinki kayfiyat va energiyaga to'lib yurish uchun kindik sohasiga uzum yog'ini muntazam ravishda surtib yuring. Kindik yog'lash sochni o'stiradi. Kindik ichki organlar bilan uzviy bog'langan va kindikka surtilgan yog' metabolizmni yaxshilaydi va tezlashtiradi. Natijada soch ham yaxshiroq o'sadi. Buning uchun kastor yog'idan foydalanish tavsiya qilinadi. Kindikni yog'lash yana tirnoqdagi zamburug'larni ham yo'q qiladi. Tirnoqlardagi zamburug' bilan kurashish uchun kindik sohasiga kastor yog'i tomizing. Xulosa qilib aytganda, kindik nuqtasi badanning eng sehrli nuqtasi hisoblanadi. Kindikka ma'lum turdagi yog'larni tomizish orqali salomatligimizni yaxshilay olar ekanmiz. Bu usul g'ayritabiiy eshitilsa-da, aslida qadimiy, bezarar va mashhur usul hisoblangan.
Uni sinab ko'ring va tajribangiz bilan biz bilan ham bo'lishing. Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring va ushbu foydali ma'lumotlarni yaxshi ko'rgan insonlaringiz bilan ham bo'lishing. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi video lavhalarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.